Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlarni qadriga yetadigan aziz vatandoshlarimiz. Mana bugun Murodjon dehqon boboni Toruz polyalardamiz. Mana bugun 1-iyun 2026-yil. Xudo xolasa Toruzlar yana bir haftada chiroyli bo'lib pishadi. Endi chersi yoriladigan bo'lib pishadi to'g'ri. O'shanga yana bir hafta shoshilmang. Odamlarni og'ziga yoqadigan qilib pishirib, shuna so'yganda qip-qizil chiqadigan qilib keyin uzasiz. Odamlar duo qiladi keyin yeganlar. Shoshilib dorilarni solib erta kunda pul qilaman deydigan dehqon emas bu opatdan. Dehqon bobo. Mana Xudo xolasa mana inshaalloh mana Toruzlar mana ushni boshladi mana Chirmovuch. Chirmovuch, a? Mana. Oldindan bu degani Xudo xolasa bir 50 metrdan bir kamas chiqaverar ekan-a, Xudo xolasa. Barakasini bersin. Mana. Xudo xolasa. Sizga qarab qo'yish kerak-da bunaqa. Ha. Mana. Pishgan-ku yana biror hafta tursa, shu yeganingizda mazasini bilasiz. Haqiqiy Toruz qanaqaligini. Ha, suvli. Endi shu suvlarda keyin Xudo xolasa bo'ldi qilasiz-da. Ha. Ana uzdilar bittasini. Xudo xolasa. Birinchisi mana o'zimiz uzib, mazasini ko'rib sizlarga tavsiya qilamiz. Telefon nomeringiz necha edi? Ha? Telefon nomerim 99lik. Ha. 515. Ha. 2605. 2605. Murodjon Qosimov mana. Ha, kelaverasizlar. Ha, qadrdon tanish. Sog' bo'ling. Ana daryoni Qirg'iziston ular ham dehqonchilikni boplashibdi. Hamma omadini bersin.